Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Eshonquli va Xayraxon fermer xo'jaligiga keldik. Mana shu Uzbiagum suspenziya o'g'itini mana shu fermer xo'jaligi mana 3-marta mana shu paxtaga sepishdi. Mana 3-martasini bugun 2025-yil 5-iyun kuni. Bugun mana 3-chisi sepilyapti. 10 kun oralatib oxirgi mana 3-chisi sepilyapti. Mana paxtani holati o'rtoqlar. Mana paxtamizda holati. Mana hozir tak 1 2 pashti 45 santi bo'pti. Eng o'sgan rog'i mana 30 santidan 45 santigacha mana paxtamizda holati. Mana fermer xo'jaligimizda boshlig'i amaki. Assalomu alaykum. Assalom. Bu necha marta sepildi hoji aka bu paxta? 2 marta sepildi va 3-chisi. Uchinchisi sepilyapti. Ishlatganmiz. Bug'doyga ham ishlatgansiz. Erta pishdi, jonlari irik yaxshi. Xudo xolasa. Ishlatyapmiz hozir. Yaxshi, mana rahmat. Mana o'rtoqlar, paxtani holati. Bu fermer amakimiz bug'doyga ishlatishdi. Bu Uzbiagum suspenziya o'g'itini Rossiyadan keltirilgan. O'sha natijasi yaxshiligini bilib, o'sha bir foydali tomonini bilib, mana paxtaga ham xudo xolasa ishlatyapti. Bugun sanamiz 2025-yil 5-iyun. Mana paxtaning holatini ko'rib olinglar o'rtoqlar. Mana shunaqa holatda, mana juda ham yaxshi. Xudo xolasa. Hoji aka, paxta. Mana. Bularni sajidan sepdik. Sajidani ko'rgan bo'ldi-da. Endi mana Uzbiagumdan sepyapmiz hozir. Uzbiagum o'g'itidan. Yaxshi, rahmat amaki. Rahmat.